Rasa o'zi o'ylanib turdim. Gazablok masalasida juda ham o'ylanib turdim. Bir inson telefon qilib, nima kamchiliklar deb telefon qilib so'radi o'zi. Mana shunaqa jicha Gazablok tarafdan qiynalib turibmiz. Общий hisobda 1450 ta ketadi deb usta hisoblab berdi. So'ramadi, qanaqasidan kerak, Toshkentnikimi, masalan, mana shu atrofda chiqarilgan Gazablokdan ham demadi. Bo'ldi, men sizga 2 soatdan keyin telefon qilaman, hammasini hal qilamiz dedi. Niyat xolis bo'lganda ishondim. Uje 2 soatdan keyin telefon qilib, aka ham uje Gazablok tayyor dedilar. Men endi ichimdan haq narsa o'tyapti. Men pulni o'zim beraman shekilli. O'zi ko'pchilik bo'lganda, Osmonbek ham yo'q. Telefon qilishib, Gazablokni narxini tushib beramiz, 2000 so'm tushib beramiz, 15 ming qilib beramiz, 17 ming qilib beramiz deyishgan, lekin bundan oldingi loyihamizda haligi 28 mingdan oldimki, 23 mingdan olganmiz, pulga sotib olganmizda, lekin bu katta pul bo'lib ketadi. Biz mana shu loyihamiz bo'yicha eng katta ehsonimiz mana shu Gazablok bo'ldi. Hozir 1450 tasi ham bo'ladi, hozir 30 millionga boradi, lekin shu telefon qilib kimligi ham noma'lum, shaxsi ham aniq emas, ko'rishmaganmiz, insonni men taniyman ko'rsam, lekin telefon qilib bo'ldi Gazablok mendan deb, mana hozir orqamda ko'rib turibsizlar, shuni jo'natib oldi. Hozir ana mingtasi keldi, yana xudo xolasa qolgan kamchiliklarni jo'natib oladi. Bu proyekt bo'yicha eng katta ehson mana shunaqa bo'ldi mana. Biz eng katta nimamiz ko'tarishyapti hozir. Shiprimiz tayyor, taxtalarimiz bor. Eng rasxodli joyi mana shu Gazablok edi. Xudo xolasa yaxshi insonlar ko'p ekan aka. Xudo xolasa Alloh xayrli qilsin, o'zini akani ishlariga rivoj baraka bersin xudo xolasa aka. Emotsiya aka kuchli. Ichimda bor-ku, aka kecha o'zi ko'zlarim yosh kelgan, hozircha ko'zlarimga emotsiyalanyapman, lekin kecha mazza qilib olganman aka. O'ta ta'sirlanib ketganman. Meni shunaqa insonlar kuzatyapti ekan deb o'ta ta'sirlanib ketganman. Shunaqa saxovatli insonlar, obunachilarimiz ichida yonsa shunaqa insonlar kuzatyapti ekan deb ta'sirlanib ketganman. Aka, agar u inson bilan telefonlashdik, hozir Toshkentga ketibdilar, lekin ko'rishamiz dedik, xudo xolasa. Ko'rishsa aka, bitta bag'rimga bosaman aka. Sabab biz hozir juda kattaligi, rasxodli joydan olib chiqib ketyaptilar-da. Hozir o'ta qimmat narsada. Gazablok ham hali atrofdan chiqayotgan Gazablok emas-da, Toshkentdan kelayotgan 100% qurilgan Gazablokda eng sifatlisi-da. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin akamizdan, Xudo xolos saqlaydi, o'qib qo'yasizlar. Alloh yaxshiliklar bersin.